Nima bo'ldi? Qarang, bo'rbosarimiz olib ketgan bo'lsalar ham ularga urchibdi. Voy. O'g'ri chiqibdimi? Nima bo'pti akangga? Kenayim etdilar. Tez yordam kelib, ukol qilib ketibdi. Komaga tushib qoldilar. Voy sho'rim. Nodir ismli bir shaxs Rustam Rahmonovni o'ldirishga odam yollagan. Rustam baxtli tasodif bois yollanma qotilni o'zi o'ldirgach, uni otasini ishga solgan. Niyatlaringga yetdingmi? Endi ko'mishga keldilaringmi? Doktorlar, To'tinisa kelinga tayyorgarliklarini ko'raveringlar. Bu yog'i Xudodan debdi. Kechiring dadasi. O kechirimni mendan emas. Borosini so'ra. Men seni deb ukamni ko'ra olmayman. Seni deb ukam shu ahvolga tushdi. Men uni yomondan, yomonliklardan asrash uchun qilyapman bu ishni. Chirigan daraxtlar qizilishtonlarni o'ziga jalb qiladi. Ayniqsa qora qizilishtonlarni. U daraxtlarning qurigan poya va shoxlarida yashaydigan chumolilar bilan oziqlanadi. Uning yonida Yevropa uchbarmoqli qizilishtoni keksa ignabandli daraxtda o'ziga kovak ochmoqda. Nar asosan uya quradi, ba'zida polapollarni boqadi. U birinchi navbatda Siz og'zingizni ochib yuravering. po'stloqxo'r qo'ng'izlarni yeydi. Bu kechda hech qachon birimiz ikki bo'lmaydi. O'rmonda Nima bo'ldi, yana tinchlikmi? hasharot izlaydigan Dadasi. jonzot Qadimiy bahor keladi. Hozir ayni yerlarni bo'lib oladigan payt. Tushunmadim. Qanaqa yerlarni bo'ladigan payt? uyqudan keyin Qaysi bo'lardi? Bog'ida? junlari to'kilgan. Akangiz bilan ishlayotganingizga 5 oy bo'ladi. Ildiz va tugunaklar Endi aka, men alohida ishlamoqchiman. Yerni ikkiga bo'lib olaylik desangiz bo'ladi-ku. olmaxon va dala sichqonlari uchraydi. Ey, akam men ishsiz qolganimda yonlariga oldi. Yirik jonzotlarning kasali yoki Endi bog'ingiz yarmini menga berasiz deymanmi? qarishi mumkin. Nima qilibdi desangiz? Shularsiz ham o'rmonda oziq serob. Baribir bog'ni kimga qoldiradi? Ammo ayiq Bitta ham o'g'li yo'q. turini yemaydi. Ha? Oling siz. Sizdan kim Murodjonniki bo'ladi? Fulufiyellet milliy bog'ining Ey, yovvoyi kengliklarini ko'p. Menga qara. Men hech qachon akamga bog'ni bo'lib olamiz deb aytmayman. Ular bu yerni Vaqt soati kelganda akamni o'zlari beradi. qo'llangan makonga Agar shuni lozim ko'rsalar. Lozim ko'rmasalarchi? bog'da ko'p Kuyovlarga beradilar? muhim o'rin tutgan afsonaviy jonivor Matlubangiz shuning uchun Marjonani kelin qildilar-ku. Samson, bo'ri Ey. va ayiqlar qatorida u ham Sen birovlarning ishiga burningni tiqma. yirtqichlardan biri hisoblanadi. Akamni o'zini yeri. Keladigan bu O'zi nima qilsa qiladi. Skandinaviyaning faqat shu hududida uchratish mumkin. Yevropaning boshqa hududlarida ular allaqachon Televizorni ham ko'rgandek qilmading bor-ku. To'g'ri gap shunaqa. Hech kimga yoqmaydi. Hozir. Mana hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling aka. Qani, ichkariga kiramiz. Yo'q, shart emas. Bugun kelganimdan maqsad men uyingizdagi o'g'irlikni gumondorini topdim. Yo'g'i, rostdanmi? Ha, Kim ekan u iflos? uyingizdagi it bor-ku, shuni oldingi egasi. Aka, itni oldingi egasi Sobir. Ukam. Nima demoqchisiz bu bilan? O'g'irlikka ukang kirgan demoqchimisiz? Ehtimol, bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. O'zimni jigarim, ukam. Nima deganingiz bu? Sal ishonarliroq gapiring, nachalnik. Xo'sh, unda kim? Kimdan gumoningiz bor? Bilganimda sizlardan yordam so'rarmidim. Aniq ukam emas. Nega? Axir aka-ukalar bir-birini ko'ziga cho'p tiqishi mumkin emasmi? Bu haqda hech eshitmaganmisiz? Qani bir o'ylab ko'ring-chi. Bunga tarixda ham misollar yetarli-ku. To'g'ri. Yer yuzida eng birinchi bo'lib o'z jigarini qonun to'kkan bu Qobil bo'ladi. Lekin Nima lekin? men ishonmayman. Meni ukam bunaqa emas. Nega? Komil aka, siz Qobil haqida bilar ekansiz-ku. To'g'ri. Men ishona olmayman. Boshqa aka-ukalarni bilmadim. Lekin meni jigarim bunaqa emas. Bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bolalar. Maktabda o'qishinglar qanaqa? Yaxshi. Mixday. Seniki har doim mixday. 3. Siz kulurmang. O'zingizni biling. Menga qara Murod. Bugun xonangni tozalamoqchi bo'lsam, eshikni qulflab ketibsan. Oxirgi bo'lib sen chiqqansan. Nega qulflading? Oyi, mana Muniz daftarlarimni tutib tashlaydi-da. Men yo'g'imda. Yolg'on gapirma. Nega aldayapsan? Qachon tutdin? Oyi buning g'ir tuhmatchi ekan, menga tuhmat qilyapti. Ishonmang, boyligi bor-da oyi buningizni. Topib olishingizdan qo'rqadi. Boyligi? Kim ekan u boyligini yashirayotgan? Ha? Mana shu Murodingiz. Rostdanmi, Murod? Dada, bu yolg'on gapiraveradi. Voy, dadasi, bularni gapiga quloq solmang. Undan ko'ra ayting. Akangiz uyga tushgan o'g'ri topildimi? Yo'q-da. O'zi ham juda ham pixini yorgan o'g'ri ekan. Hatto bo'ri bosar ham unga tashlanmabdi. Hamma shunga hayron. Voy. Voy, tavba. Murod? Nima bo'ldi o'g'lingga? Kim biladi deysiz? Dadasi? Haqiqatan ham o'g'ri juda ham pishiq o'g'ri ekan-a? Ha, u professional-da, oyi, professional. Ustomon ekan. Milisalarimiz izini topolmayapti. Aytganlarimni qilsang, sen yaxshi ko'radigan shirinliklarni olib beraman, xo'pmi qizim? Oy jonim o'zimmi? Assalomu alaykum oyijon. Uyg'ondinglarmi? Va alaykum. Asal, keling menga. Hey, shoshmang. Bu nima qilganingiz? Dasturxonni boshidan ovqat mahal nega olib chiqib ketasiz? Yemayman. O'zim sizga yedirib qo'ysam yeysizmi? Keling. Ojiz oching. Ana barakalla. Qilingchi. Bu mehribonchiliklar asalga qimmatga tushishi mumkin. Oyijon. Nega unaqa deyapsiz? Asal onasiz katta bo'lyapti. Endi otasidan ham mahrum bo'lishidan Xudo asrasin.
Shundan xavotirdaman. Ye bo'ldingmi asarim? Boshqa yemaysan? Qani yur bo'lmasa. Ketdik. Yiroqqa. O'zimmi qizim, asarim meni. O'g'ling qani? Yana ko'chaga ketdimi, tekinxo'r? Ko'chaga ketgani yo'q. Ha? Tergovchini oldiga ketdi. Axiri boradigan joyi tergovchini oldi bo'pti-da. U agar shu akayning yonida, to'rani oldida yuradigan bo'lsa, ishi qamoqqacha borishi aniq. Ey, gapingizni shamol uchirsin. Men keldim. Ana keldi. Yaxshi keldingmi, o'g'lim? Ha, yaxshi. Yana ichib keldingmi, ho'kiz? Dada, men sizni o'g'lingizman. Qassobman deb, nuqul meni ho'kiz deysiz. To'g'ri aytasan. Ho'kiz halol hayvon. Sen cho'chqasan. Sen nima yeb, nima ichayotganingning ham farqi yo'q. Dada, nima dadalaysan? Nega chaqiribdi? Nimadir ayb, gunoh ish qilganmisan? hech ayb ish qilganim yo'q. Ana Jamilani eri kimnidir o'ldirib qo'yibdi. Shunga o'lganni taniysizmi? Yoki Jamilani eri bilan tanishmisiz deb chaqirgan ekan. Biri o'lib, biri qolsin. Seni nimaga chaqiradi ularni muammosiga? Men ham shuni aytaman, bilmayman oyi. Hech qaysini tanimayman, bilmayman dedim. Unda boring, ketavering dedi. Bo'ldi, mana keldim. Barakalla bolam. Menga qara o'g'lim. Biror joyda tayinli ishlamaysan. Qo'lingda hunaring yo'q, kasbing yo'q. Bu narsa yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Dada, yana shu gapmi? O'zingga qarab yur deyapman. Sayoq yursang tayoq yeysan. Shu betayin qimorboz. Sutxo'r. Tog'ay bilan yursang, bir kunmas bir kun boshing toshga tegadi. Ana unda kech bo'ladi. Ishqilib biz o'lsak, o'g'il bo'lib sen bizni ko'mginda. Xudo asrasin-u. Shu ketish bo'lsa, o'zingni turpoqqa qo'ymaylik. Dadasi, nafasingizni shamol uchirsin. Bu nima deganingiz? Nima? O'ylab gapiring. Noto'g'rimi? Men to'g'risini aytdim. Hali ham kech emas. Yaxshilab o'ylab ko'r. Men charchadim. Dam olaman. O'g'lim, ovqatlanmaysanmi? Yo'q, qornim to'q. Dadasi, doim shu bolani chaqqaningiz chaqqan. O'ylamay gapirasiz. Sen o'chir. Oyim, asal yaxshimi? Yaxshilar. O'zingizchi qiynalmayapsizmi? Dam olib, maza qilib yotibman-da. Rustam aka, o'zimni deyishyapti. Sizni qachon ozod qilishadi? Aytishmadimi? Kim biladi deysan? O'zim ham intizorlik bilan kutyapman. Tergovchi bilan har kuni gaplashyapman. Tortishaman. Tergovchi shoshilmay, ozgina qoldi. Biz sizni o'ldirishga buyurtma qilgan odamni gumon qilyapmiz deyishyapti. Hozir uni izidan tushganmiz deyishyapti. Dalillar va asos yig'ib olaylik, keyin qo'lga olamiz deyishyapti. Rustam aka,
sizni o'ldirishga odam yuborgan Nodir. Sen shunday deb o'ylaysanmi? Boshqa kim bo'lishi mumkin undan boshqa? Kim biladi deysan? Boshqa odam bo'lishi ham mumkin. Faoliyatim davomida nechta ablahni qamoqqa kirishiga sababchi bo'lganman. O'shalardan birontasi bo'lishi mumkin. Rustam aka, men Nodirni sudga bermoqchiman. Endimi? Nega? Avval sizni hayotingizga tahdid qilgani uchun. Keyin esa menga qilgan ishlari uchun jazosini olishni xohlayman. Keragi yo'q. Men shundoq ham bu yerdan tez kunda chiqaman. To'g'ri, chiqasiz, lekin yana u o'zi bilganini qolmasa-chi, o'zini bilganini qilsa-chi. Unda qilgan ishiga qarab jazo tayinlanadi. Sen nega uni shu paytda sudga bermoqchi bo'lganing meni o'ylantiryapti? Yoki oyimlar biror nima dedilarmi? Yo'q, o'zim. Sizga biron kun biror ish bo'lsa, oyjon buni ko'tara olmaydilar. Keyin kechirmaydilar bir umr meni. Keyin o'zim kechira olmayman. Shu uchun. Jamila. Rustam aka, men o'zi avval boshidanoq xato qildim. Sizga turmushga chiqmasligim kerak edi. Ana endi shu xatoni tuzatmoqchiman. Nodirdan qutulib, uni qamatib, o'zim tinchgina yashamoqchiman. Shoshilma. Hammasini bafurja gaplashamiz. Nodirni sudga berishing hojati yo'q. Jamila, sen meni hayotimsan. Men sensiz yasha olmayman. Mana bunisi chiroyliroq ekan. Voy, bunisi undan ham Ammajon. Oy, uzr, oyjon. Sizga nimadir kerak emasmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Sizda zarur gapim bor edi. Xo'sh, nima gaping bor? Gapiraver. Eshitaman. Bilasiz, yoshligimdan shifokor bo'lishni orzu qilganman. Shuning uchun ham tibbiyot institutiga o'qishga kirdim. Xo'sh, nima qilibdi shunga? Sizdan iltimos qilaman. Meni o'qishimga ruxsat beringlar. Kechalari uy ishlarini qilib qo'yaman. Kunduz kuni esa voqli o'qishga borib kelaman. Hozir nechinchi kursda o'qiysan o'zi? Birinchi. Xo'p. Yana necha yil o'qiysan? 5 yil. Ha? 5 yil? Ha? Voy. Iltimos. Sen 5 yil o'qisang, bu ro'zg'or ishlarini seni o'rniga men qilamanmi? Ering osh-ovqatichi? Vaqti bemahal men pishirib beramanmi? Nima tuxsang, seni bolalaring men boqishim kerakmi shunda? Lekin axir paxiri yo'q. Hech qanaqa o'qish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Sen menga kelinsan. Ayollik, kelinlik, uni ustiga farzandli bo'lsang, onalik vazifasini bajarishing kerak o'zing. Oyjon, sizdan o'tinib so'rayman. O'qishimga ruxsat bering. Orzularim bor axir. Bir umr armonda o'tib ketmay, o'tinib so'rayman. Kerak bo'lsa, tizzam cho'kaman. Iltimos, cho'ringiz bo'lay, ammajon. Niyatlarimni o'ldirmang. Ular bilan qo'shilib men ham o'laman. Menga qara. To'r o'rningda. Menga sen artistlik qilyapsanmi? Yo'q dedimi, demak yo'q. Sen qanaqa gap o'qimagan qizsan? Iltimos, ruxsat bersangiz-chi axir. Qoch dedim. Iltimos. Yo'q dedimmi? Yo'q. Ammajon, unaqa qilmang. O'ylab ko'ring. Bari. Iltimos. Yo'q dedim. O'ylab ko'ring.
Hech qanaqa o'qish-poqish yo'q. Oyi, sizga aytdim-ku, erim akasiga hech narsa demaydi deb. Chunki bu yerlar eringga kerak emas. Sen bilan menga kerak. Nima qilib bo'lsa ham ko'ndir. Ey, o'zi o'sinim to'tini soni ham bor alammi qaynanamda. Bervardi-ku ana o'g'liga. Shuning uchun ham erimni senlar kasal qildilaring deb mulakam bilan ovsinimga tashlanyapti. Shunaqa de. Lekin aslida ularni bir-biriga qarshi qayragan mana men ovsiniman. Qumri, bu ketishda hali ko'rasan. Bog' qo'ldan ketadi. Sen burningni tishlab qolasan. Voy, qanaqasiga? Agar eriga bir gap bo'lsa, senlar erimni o'ldirdilaring, tovonini to'lalaring deb Komil bilan Robiyani yoqasidan oladi. Ularga bog'ni yarmisini menga berasizlar deb turib oladi. Ana unda mullakang beradi bog'ni. Nimalar deyapsiz, oyi? Shuning uchun tezroq harakatingni qil deyapman. Erim ololmaydi deyapman-ku sizga. Hey, fitna bilan olsa bo'ladi, fitna bilan. Nima? Bir ish uyushtirish kerakki, Komil aybdor bo'lib chiqsin. Qamalib daf bo'lib ketsin. Ana undan keyin bog' eringga qoladi. Eringdan bog'ni olishimiz oson bo'ladi. Unda oyi, buni qanday qilamiz? Kalla nimaga berilgan, a? O'ylash uchun. Ayolni makri har ishga qodir, bilsang. Payt poylab bir ishni uyushtirish kerak. Ana. Aka. Aka. Assalomu alaykum. Sobir, va alaykum assalom. Yaxshimisan? Chaqirtirgan ekansiz? Yur ichkarida gaplashaylik. Xo'p. Kuchugini qayerdan olgansan? Kuchukni tepa qishloqdagi bir oshnamdan olganman. Qachon olgansan? 2 yilcha bo'lib qoldi. Unda kichkinagina kuchukcha edi. Nimaga so'rayapsiz, tinchlikmi? Kecha borgan edim. Xo'sh. Nima bo'ldi ish? O'g'rini topdinglarmi desam? Tergovchi aka. Kuchuk o'g'rini tanigan. Shuning uchun unga tashlanmagan. Bo'lmasa akillardi dedi. Keyin ham shu gapni gapiribdi. Qiziq-ku. Demak, shunda kuchuk o'g'rini tanigani uchun tashlanmagan. Shunaqa deyapti. Aka, ish qilib mendan shubhalanmayapsizmi? Yo'q. Chunki men bolalarim keliningizdan boshqani tanimasdi. Aka, keliningiz bilan biz gumonda emasmizmi ish qilib? Yo'q, ukam, yo'q. Sendan gumonsiraymanmi? Kimni olgansan?
egasi kimligi o'ylantirib qo'ydi-da, uka. Aka, meni ham o'ylantirib qo'ydingiz. Rostdan ham o'sha kuni yangam zanjirdan yechib ketgan bo'lsalar, u o'g'ri uyingizga qanday kirishi mumkin? Axir it begona odamni uyga kiritmasdi-ku. Tergovchi ham shuni aytayapti-da. Ha. Tinchlikmi? Shoshma. Nima bo'ldi? A? Rangi yonqarib ketibdi. Ey, it quvdimi? A? Yo'q. Ha? Dadam amakim uyda. Nima? Amakini uyiga o'tishdimi? Yo'q. Ha? Dadam bilan gaplashib turibdilar. Xoliqmi qola. Nima endi amakim bilan dadang gaplashsa, nima bo'lish kerak? Yugurish kerakmi? Ha? Shunga rangi o'chish kerakmi? Yo, o'zim sovqatdim. Bo'lmasam uyga kir, yechin, choy qilaman. Bo'l. Aka, rostini aytavering. Tergovchi ukangiz o'g'ri demadimi? Kallang bormi? Men shunaqa deb gapirishiga yo'l qo'yamanmi? Rostdan juda hayratdaman aka. Lekin tergovchining ham gapida jon bor. Ha. Lekin men akamning uyiga o'g'irlikka kirmayman-ku. Qo'ygin shu gaplarni. Men sendan shubhalandimmi? Qiziq, juda qiziq. Tergovchining aytishi bo'yicha itni egasini uyga chaqiring. Itni oldida uni ko'raylik. Agar it tashlanmasa, demak gumondor u dedi. Tavba. Aka, nima deb chaqiraman uni? Sendan olgan itim sen bilan salom alik qilmoqchi ekan deymizmi? Men ham shunga hayronman-da. Shuning uchun sendan maslahat so'radim. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keldingmi? Namuncha kech qolib ketding? Bugun darsimiz ko'p bo'ldi. Yaxshi, tezroq choyini ich. Keyin Komil amakinikiga borasan. Uyda yegulik qolmadi, pul bering deysan. Keyin ana Jalolni magazindan ro'zg'orlik qilib kelasan. Nimaga Komil amakinikiga boraman? Axir kecha dadamning nafaqa pullarini oldingiz-ku. O'shandan bering. Ey, sen bola, namuncha nodonsan. Ukasi kasal yotgandan keyin akasi qaraydi-da. Oyi, qancha dorilarini olib beryaptilar-yu. Nima qilibdi? Qachondan beri Komil amakim yo bo'lmasa Sobir amakim bozor qilib beryaptilar-yu. Yana borib pul so'rashga ulardan uyalama. Uyalma. Eshityapsanmi? Uyalma. Dadang ana shu Komil amaking bilan pismiq xotinni deb kasal bo'ldi. Endi to'lovini to'lashadi. Bor, aytganimni qil. O'rgatmasdan. Bor. G'izilla. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Dadang uydami? Yo'q, oyim borlar. Chaqirib bor. Xo'p.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Tolibjon. Kel, yaxshimisan? Ha, meni institutga yuborishgandi. Ha, tinchlikmi? Marjon o'qishga bormayapti. Shuning uchun bir xabar olib kel degandi. Ha. Dadasi bilan gaplashsang bo'lar ekan-a? Yaxshi, Komil aka qayerda? Ha, ishtala. Ishda. Bo'ldi. Bo'lmasa omborga boraman. Xo'p. O'g'lim, choyim ichmading? Qornim to'q. Ha? Tinchlikmi dadasi? Tinchlik bo'lmas ekanda bu dunyoda. Ha, nima? Gapiringchi. Men ham eshitay. Nima bo'ldi? Ko'rmaysanmi tergovchini? It egasini topib kelinglar. Haqiqiy o'g'ri o'sha deyapti. Endi borib 2 yil oldin menga itni bergan og'aynimni olib kelishim kerak. Voy. Uni qanaqa aniqlar ekan? Itni yechib, hovliga egasini kiritar ekan. Akillamasa demak o'g'ri o'sha bo'larmish. Aha. Ana bo'lmasam. Ey, shoshma. Voy. Choyingni ichmaysanmi? O'g'lingga nima bo'lgan? Hayronman. Bir haftadan beri shunaqa bo'lib qolgan. Menga qarang. Axir u it. Siz ham ko'rsa akillamaydi-ku. Nima? Siz ham o'g'ri bo'lishingiz mumkinmi? Men ham shunga hayronman-da. Mabodo akangiz sizdan gumon qilmayaptilarmi? Ukasini o'g'ri demayaptimi? Yo'q, akam bu gapni hech qachon aytmaydilar. Esing joyidami? Hozirgi zamonda aka ukasiga, uka akasiga pulim olding deb tuhmat qilayotganlar kammi? Ularda na oqibat bor, na jigarga ishonch. Hozirgi zamonda hamma narsa bo'lishi mumkin. Hech kimga ishonch qolmadi. Aka ukaga ham ishonch qolmadi. Bo'ldi qilgin, bas qil. Assalomu alaykum Komil aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Nima gap? Rahmat. Komil aka, men o'qishimizda kurs boshiman. Shunga dekanat tomonidan Marjonni o'qishga kelmayotganiga bilib kel degandi. Uydagilarini oldiga jo'natgandi. Lekin sizlardan so'rab qo'y degandim. Tinchlikmi o'zi? Bolam. Boshimizga azina tashvish tushdi. Uyimizga o'g'ri tushdi. Habiy ukam kasal bo'lib yotib qoldi. Shunga qizimni o'qish esimdan chiqib ketibdi. Anchadan beri bormadimi? Ha. Tezroq bormasa o'qishdan haydalishi mumkin. Yo'q. Boradi. Ishqilib, uydagilari qarashmasmi Marjon ona? Nimaga qarshi bo'ladi? Nimaga? Aytdim-ku, ammam Habibulla ukam yotib qolganiga ular ham ovora bo'lib qolgan, menimcha Marjonani o'qish eslaridan chiqqan. Men bugun boraman-da, ertaga o'zim Marjonani o'qishga jo'nataman. Xo'p? Shunaqa qiling Komil aka. Marjonani o'qish kuymasin. Marjonani kelajagi bor. U bilimga chanqoq qiz. Eng muhimi, tanlagan kasbini yaxshi ko'radi. Shunaqa. Mayli unda, meni institutga ertaga keladi deyman. Ha, shunaqa degan, xo'p. Rahmat bolam. Mayli Komil aka. Rahmat. Xo'p.
Nega qizim bilan Tolibni ayirdim, a? Axir shunday yigitga bersam bo'lardi-yu. Ish qilib men qizimni baxtsiz qilib qo'ymadimmikan? Qizing Darro senga chaqdimi shuni? Qoyil. Gap tashishni ham o'rganibdi-da. Amma nima deganingiz? Qanaqa gap tashish? Marjonani bu yaqin orada men ham, keliniz ham ko'rgani yo'q. Ko'rishgan taqdirimizda ham meni qizim bunaqa gap tashiydigan qiz emas. Buni mendan ham yaxshi bilishingiz kerak-ku, amma. Unda qayerdan bila qolding? Qizingni o'qishga yubormayotganimizni. O'qishidan ustozi keldi uyimga. Nega? Nega qizingiz o'qishga bormayapti dedi. Shundan bildim. Bir ikki kun o'qishga bormay tursa, osmon uzilib yerga tusharmidi? Shunga ustoz darrov yugurib ketdimi? Pochcha. Meni qizim oddiy o'qishda o'qimayapti, buni bilasiz. Kelajakda insonlarni hayot mamotini hal qiladigan kasb. Bunaqa o'qishda bir kun emas, bir soat kechiktirsa ham o'ziga qiyin bo'ladi-da, pochcha. Voy boy. Ja, oliy maqom o'qish ekan-ku, a? Biz bilmay yurgan ekanmiz-da. Ammajon, tanimay qolyapman sizni. Jonamma, sal o'zingizga keling. Quda bo'lib men sizdan ayrilishni istamayman. Men o'zimdaman, jiya. O'zing-ku bu yoqqa kelib olib, qizingni o'qishini ja maqtayotgan. Amma oldin bunaqa emas edingiz-ku. Nima? Meni qizimni kelin qilib oramizga tog' tushdimi? Men bog'dan gapirsam, siz tog'dan kelyapsiz, amma? Maqsad nima? A? Nima maqsad, pochcha? Meni qizimni o'qitmaslikmi? Kelin qilguncha, voy o'qitaman deb va'dalarni berdingiz-ku. Endi-chi? Jiyan, qizingni o'qish yoki o'qimasligini men hal qilmayman. Ana, qizingni boshida endi eri bor. O'sha nima desa shu bo'ladi.